Assalomu alaykum hammaga. Bugun Yunusobod tumanidagi JK Muhtashamga kelganmiz. 11 qavatli binoni 10-qavatida 105 kvadrat plus yana o'zini 6 kvadratli balkoni bor 3 xonali polnoценный kvartiramiz sotuvda. Bu kvartiramizni sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Marhamat. Kirishimiz bilan shunaqa bizani prixojka kutyapti. Juda ham noodatiy usulda ta'mirlangan. Bu yerda bizada общий sanuzel ko'rishingiz mumkin. Remont lekin вообще yoryaptilar. Hozir bu yerda spalniyalarga kiramiz. Bu yerda bitta kattalovchi yotoqxona. Kirganimizda bu yerda ham shunaqa takoy Madera stilmi bu? O'zini mana shunaqa garderobnisi bor. Juda ham katta. Hamma qulayliklar tashab ketilgan. Bu yerda yana bitta spalnigimiz bor bizani. O'zini mebellari, o'zini texnikalari. Aytib o'taman. Bu uyimiz umniy dom hisoblanadi. Alisa sistema bilan boshqariladi. Bu yerda zal degan xonamizga kirishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda 6 ta stol stullar, bu yerda mягкий zona, o'zini televizor zonalari bilan. Oxirgi xonamiz bu yerda oshxona bo'lyapti. Bu 105 kvadratli 3 xonali kvartiramizni $215,000 deb baholadik. Mana shu nomerlarga telefon qilsangiz, podrobniy informatsiya beraman, o'zim kelib ko'rsataman. Agar sizga rasmlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib oling. Описаниялari bilan hammasi tayyor bo'lib turibdi. Yana boshqa variantlar ham bor, uni ham ko'rishingiz mumkin.